chiqindilarning chiqishi yoki bo'lmasa tuproqning degradatsiya qilinishi yoki bo'lmasa turlicha masalan zararli patogen kasalliklarning olib kelishini kirib kelishini oldini olish maqsadida bugungi kunda turlicha ularning oldindan choralari mukammal darajada ko'rilgan bo'lishi kerak. Demak, bilasizlar, yer yuzida bugungi kunda 20-asrgacha masalan turlicha yashil massalarning ko'pligi yoki bo'lmasa aholi sonining tubdan kam miqdorda ekanligi yoki bo'lmasa 21-asrga kelib esa aholi sonining hozirgi shu kechagi kunda 8 milliarddan oshganligi va turlicha tuproq unumdorligining degradatsiya bo'lib, masalan, cho'llanishning ortishi yoki bo'lmasa sho'rlanish me'yorlarining keskin ortib borishi yoki bo'lmasa qor tushib suv miqdorining keskin kamayib borishi yoki bo'lmasa turlicha masalan yog'ingarchilik me'yorlarining kamayishi natijasida bugungi kunda turlicha barcha sohalarda, ya'ni insonlar uchun oziq-ovqat, yem-xashak, insonlar uchun masalan ikkilamchi masalan yem-xashak to'g'ri, birlamchi masalan chorva mollari yegan bilan chorva mollarini esa ikkilamchi insonlar tomonidan qabul qilinadi. Masalan, uning go'shti, suti yoki yog'i yoki turlicha teri va hokazo turlicha sohalarda qabul qilinadi. Va buning natijasida bugungi kunda juda ko'plab masalan yuqorida keltirilgan so'zlarni ko'plab tegishli yem-xashaklarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan yoki bo'lmasa ularda masalan turlicha bugungi kunda muammolarni bartaraf qilishga qaratilgan bir qancha ishlar amalga oshiriladi. Endi masalan bugungi kunda yashil massa masalan makkajo'xori yoki bo'lmasa silosa, shunga o'xshagan nimalar, har xil masalan bedalar va hokazo nimalarni bugungi kunda silos yoki sinash qilib masalan chorva mollariga masalan yarim tayyor holatda quritib oziqa sifatida berish. Chunki namlayin masalan chorva mollariga masalan o'simliklarni makkajo'xori yoki turlicha oziqa moddalarni berish natijasida